Ba'zi qarindoshlarimiz bor, masalan, birisi telefon qilsa, "Menda bunda ish bor" deb deydi. "Ishing chiqsam izlamsizlar" deb qo'ydi. Hojati chiqqanda izlaganligining o'zi bir ne'mat aslida. Allah sana hojat qilibdi. Allohninki hurmatiga, Allohninki diniga zid holda bir gap qilindi, ondan keyin uning sukut qiladi deydi. O'zini tuvan ko'rgadi. Bizning xatoligimiz bo'lganda qarashlarning xatolik bor. Bizning yaxshi ko'rmaydigan ishimiz bo'lganda qarashlarning yaxshi ko'rmaydigan ishi bor. Meli ayollik munosabat bo'lsin, meli do'stlar orasidagi munosabat bo'lsin. Bir oz kang qo'ysak, mushu apuchanlik bo'lmaydi ekan, bir odam kishilik munosabatni qurolmaydi. Ya'ni bu bog'lanib qolish, keyniga chekinib do'stlik munosabatga va yoki bu bog'lanib qolish, keyniga chekinib bir qadam chekinib ayollik, sog'lom bo'lgan ayollik munosabatga qaytolmaydi. Ayol o'tirisidagi munosabatda ko'z yumish bilan, qarindoshlar o'tirisidagi munosabatda fazli ihson bilan, dushman o'tirisidagi munosabatda adolat bilan muomala qilib yashaymiz. İlgirki söhbətimizdə biz kişilik xarakter haqqında toxtalğan bolduq. Bugünkü söhbətimizdə şunun davamı sübutida ictimai aloqa və kişilik münasibət haqqında toxtalıb baxsaq, söhbətimizi başlaşdan avval kişilik münasibət degan nima? Kişilik münasibət bilan ictimai aloqaning qanday farqlari bor? Bu atalğılarni tushunish bilan söhbətimizni başlab ketsək. Albatta bo'ladi. Biz ilgirki söhbətimizdə kişilik münasibət haqqında toxtaldıq. Kişilik münasibətinin eng muhim amili nima deganda şu adamdaki, yani kişilik münasibət quradigan şu adamdaki kişilik xarakterininki yaxshi, sağlam, kuchli bo'lishi deb mush haqda to'xtaldik. Endi kişilik münasibət degan nima, ijtimoiy aloqa degan nima, ikkisining o'rtasida qanday farq bor degan vaqtimizda kişilik münasibət deganimiz o'zidan chiqib turibdi. Ya'ni kishilar orasidagi munosabat. İctimai aloqa deganimiz jamiyatdagi aloqani ko'rsatadi. Ya'ni kişilik münasibət odatda ma'lum odamlar orasida bo'ladi. Şundaqla cho'nqurroq bo'ladi va shundaqla unda bir hissiy bog'lanish bo'ladi. Ammo ijtimoiy aloqada shu bir az yuzaki bo'ladi. Kang doiraroq bo'ladi. Unda bir hissiy bog'lanish ancha bo'lib ketmaydi. Shundaqla umri qisqa bo'ladi. Ammo kishilik munosabat bo'lsa umri uzun bo'ladi. Masalan, bizningki erlarning ayol bilan bo'lgan munosabati, shundaqla bizningki xulum qo'shnilar bilan, urug' tuqqanlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan, xizmatdoshlarimiz bilan bo'lgan munosabatlarning hammasi shu kishilik munosabatlar. Bular o'rtasida munosabatlarimiz cho'nqurroq bo'ladi. Shundaqla uzun bo'ladi. Shundaqla ular o'rtasida bir hissiy bog'lanish bo'ladi. Ammo ijtimoiy aloqa shu desam, jamiyatdagi tunishlar orasidagi aloqani ko'rsatadi. U cho'nqur olmaydi, ham uzun davomlashmaydi. Masalan, bu jamiyatda har qanday bir aloqa shunga kirishi mumkin. Masalan, so'z-so'z qilish jarayonidagi kishilar bilan qurgan aloqamiz, masalan, bir mashina olib sotish jarayonidagi va bir telefon olib sotish jarayonidagi deganga o'xshagan. Farqlari shu anda. Undaqda kishilik munosabat qaysi omillar ustiga quriladi? Qaysi asoslar ustiga? Hamda kishilik munosabat nimalar ustiga quriladi degan vaqtda kishilik munosabat birinchi qilib hojat va manfaat ustiga quriladi. Manfaat bo'lmagan, hojat bo'lmagan yerda bir munosabat bo'lmaydi. Xo'sh. Bundan ba'zilar xato tushunib qolishi mumkin. Bu manfaat ustiga munosabat quriladi deb. Manfaat bo'lmasa nima uchun quriladi? Masalan, eng ulug' muqaddas bo'lgan aloqa bor. Banda bilan Alloh o'rtasidagi aloqa. Xo'sh. Bu munosabatdan bir manfaat izlaymiz biz. Allohga nima uchun ibodat qilamiz, nima uchun yaxshi ko'ramiz? Allohning roziligiga erishish, Allohning jannatiga kirish. Manfaat. Oxiratlik manfaat olsun bir manfaat. Ya'ni bizning Allohga hojatimiz bor. Xo'sh. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda aytib uchiq dedi. Ya ayyuhannas antumul fuqara ilalloh. Ey xaloyiqlar, sizlar Allohga hojatmand, muhtojsizlar deydi. Ammo Alloh bizga muhtoj emas. Vallohu huval g'aniyul hamid. Ammo bizningki Alloh bilan bo'lgan munosabatimizda bizmi bu munosabatni hojat ustiga qurildik. Jannatdan iborat bir hojatimizni Allohdan oldigan. Undan boshqa duo, nurg'ulg'an hojatlarimiz, son sanoqsiz hojatlarimiz Alloh taolo. Undan boshqa masalan ota-bolalik munosabat desakmi? Ota-bolalik, ona-bolalik munosabat desakmi? Bu munosabatmi? To'g'ri, bu qon munosabati va ammo shu qon munosabatninki kuchlik va sog'lom bo'lishi, shundaqla ojiz yoki sog'lom bo'lmaslikmi shu hojatga qarab bo'ladi. Ya'ni hojat bundan aytib muhim rol o'ynaydi. Xo'sh. Masalan, kichik chig'ida balla nima uchun onasi qamroq? Chunki onasida ko'proq hojati bor. Undan ust oladi masalan. Onasining kuyunishiga, undan boshqa nurg'un ishlarga ehtiyoji bor. Kichik boladan so'raylar, masalan, yosh boladan. Kim qamroq, onam qamroq deydi. Nima uchun dadam qamroq demaydi? Ammo bir cho'nglab to'y qildigan, uy oldigan, mashina oldigan mudakaga vaqtcha tabiiylam onasidan yaqinlashib dadasi qamroq qildi. Demak, dadasi bilan bo'lgan munosabat texmi yaqinshiydi. Nimishqa? Hojat dadasida ko'proq. Undan boshqa
er ayollik munosabatmi shunda? Ruhiy jihatda birisi-birimizga hojatimiz bor bizning ayollar tursimizda. Ruhimizni butunlashgan masalan. Fiziologik jihatda ehtiyojimiz bor. Moddiy jihatda ehtiyojimiz bor birisi-birimizga. Xo'sh. Do'stlik degan, er ayollik degan bir manfaat ustiga qo'yilmasa kerak. Agar bundan faqat manfaat parastlik asliqlansa o boshqa. Ama onda olmaydi ekan. Cho'qim har qanday bir munosabatda hojat, manfaat asos. Masalan deylik, bir er ayolning munosabatiga qarab baqsaq, er ayol o'tirishki hojat ko'proq bo'lsa, munosabatmi shunga qarta bo'ladi. Masalan deylik, bir er ayol bor, har ikkilisi ishlaydi, har ikkilisi ayrim-ayrim maosh oladi. Bu er ayol o'tirishki munosabat bilan yana bir er ayol bor, eri ishlaydi, ayoli uyda bolalarini boqadi, ya'ni oila ishiga qaraydi. Ayolninki iqtisodiy jihatda ehtiyojini er kishi qamdirib beradi. Ma ikki oila qaraydigan bo'lsaqmi, ikki oilaninki er ayollik munosabati qaysini mustahkam desak, albatta uy xonim bo'lgan oilaninki munosabati texnik mustahkam. Masalan, sharqninki oilalariga qarab baqadigan bo'lsak, undan boshqa g'arbning oilalariga qarab baqadigan bo'lsak, buni ayt ro'shan ko'ralaymiz masalan. Xo'sh. Nima ish qiladi desa, ayolninki erga ko'proq ehtiyoji bor. Masalan, ayolning ishladi o'zi mustaqil bir iqtisodi bor deyli, erga ehtiyoji bo'lmaydi. Ehtiyoj oziladi. Unda bo'lgan munosabati ojizroq bo'ladi. Ammo yana birisininki erga ehtiyoji ko'proq. Masalan, pul verse oy rahmet deb aladi. Bu yerden bir münasebet çıngıydı mesela. Kime pes rahmet deydi mesela. Yani bu yerde ayollarının işleş hakkında sözlemekçi emas biz. Ama bu yerde bir nesini mıqınmakçı. Hacet miqdarı münasebet şunçlik çıngıydı. Mesela azırqı mesela Saudi Arabistan'da mı bu ayollarının işleşini yol koygan siri talaq nisbeti köpüp ketdi deb, o'sha davlatlik tuzilma stansida buni e'lon qildi masalan. Ya'ni oila munosabati ojizlashdi degan gap. Nimishqa ayolni ishlagandan keyin, iqtisodiy mustaqillikka erishgandan keyin bu yerda hojat kamladi. Hojat kamlagandan keyin munosabat ojizladi degan gap. Masalan, bir bola kichik chig'idan tortib onasidan ayrildi, yana bir ona boqqan bo'lsa. Cho'ng olgandan keyin, "Men sizning onangiz" desa, yoki 2 yosh chig'idan tortib ayrildi deyli. Ay, baqqan onasiga bakrak amroqmi yoki tuqqan onasiqmi? Agar biz qon nuqtayotgan vaqtimizda tuqqan onasi uning onasi, u yaqin. Xo'sh. Ammo nima uchun baqqan onamiz bakrak amroq? Chunki hojat onanda ko'proq bo'ldi. Xo'sh. Tuqqan onasi qashtumgan bo'lg'achqa, unda orasida ehtiyoj va yoki manfaat yo'q. Shuning uchun munosabat ojiz deymiz. Buningki inkor qilolmaydigan misollar ko'p. Masalan, machat ellarda ota bola munosabatiga qarab qoladigan bo'lsak, bizning vatanimizdagi va yoki yezi turmushdagi ota bolalarning munosabatiga qarab qoladigan bo'lsak, shahar ichidagi ota bolalarningki munosabatidan yezidagi ota bolalarningki munosabatining ching ekanligini ko'ra olamiz. Hatta masalan ba'zilar deydi-ku masalan, o chet elda bolalar ota-onasi qova qilmaydi ekan. Bizning vatanimizda undaq dedi. Bizning vatanimizdami yezi va yoki bir oz iqtisodiy to'roq ya qarasak, ota bola munosabatiningki chingligini ko'ra olamiz. Nima ish qiladi desa, ma cho'ng shaharlarda bir odamning bolalari yo'g'ingan siri o balının hacetini qamdab planmaydı. Mesela bizim vatanimizda desek, dadimiz bizga cho'ng olsak to'yimizni qilib qo'ydi. Xo'sh. Uy sep berdi shunday-ku masalan. O'sha ishlarning hammani qilib berdi. Tijoratga boshlab qo'ydi hatta. Masalan. Ya'ni uningga hojatlarining ko'p qismini qamdab berdi bizning vatanda. Ammo va cho'ng shaharlarda desa, unda qilib planmaydi ota-onalar. Masalan, 4 bola desak, 4 bola birini o'yab bersa, u bir yoki tutadi. Hammadan qilib planmaydi. Demak, hojatini oz qamdaydi. Bu sababdan munosabat qanday bo'ladi? Yiroqroq. Ojiz bo'ladi. Bu yerda bir itiraf qilishga tegishli bir ish. Kishilik munosabat hojat va manfaat ustiga quriladi. Undaqda hojat va manfaat ustiga qurilsa bu kishilik munosabat. Buningdan manfaatparastlik kelib chiqqanda. Bu manfaatparastlikningki farqi bor deb qarayman. Manfaatparastlik degan nima desa, birinchidan manfaatparast munosabat degan bir taraflama bo'ladi. Ya'ni manfaatparastlik kishilik munosabati desak, bizning ikkimizning o'rtasida bir manfaatparastlik kishilik munosabati bo'lib qolsa, menlam sizdan manfaatlama, siz mendan manfaatlanmaysizlar. Shundaqla mening ishim chiqqanda sizni izlayman. Sizning ishing chiqqan vaqtda men telefonni taqib olaman. Ma kishilik munosabat sog'lom bo'lmagan manfaatparastlik munosabat deymiz. Yo'qki, ikkimizning manfaati bor, ammo doim men o'zimning manfaatini muhim o'rinda qo'yib olsam, oldin qatorga qo'yib olsam, bu sog'lom bo'lmagan manfaatparast kishilik munosabati hisoblanadi. Ammo unda emas, o'rtaq. İki ehtiyoj ustiga qurilgani, manfaat ustiga qurilgani bu manfaatparastlik qatoriga kirmaydi bu. Bu shu ba'zi qarindoshlarimiz bor, masalan, birisi telefon qilsa, menda ishvotdi deb deydi shu. Ishing chiqsam izdamsizlar deb qo'ydi. Shundaqmi? Hojati chiqqanda izdaydi deydi. To'g'ri, ahvolishib turish kerak, bu bir ayrim masala. Lekin hojati chiqqanda izdeganligining o'zi bir ne'mat aslida. Alloh senga hojat qilibdi. Sen onun bir hacetini ravo qilsan, bu yerda bir kishilik munosabatning asosi qurilgan bo'ladi. Xo'sh. Agar u manfaatparast birisi bo'lmay qolib qolsa, sening bir ehtiyojing tushgan vaqtda
umr ravo qilishi mumkin. Bu kishilik munosabatning bir asosiy bu hojat. E'tirof qilishimiz kerak. Kishilik munosabat, mayli ayollar o'tirishga munosabat bo'lsin, mayli do'stlar o'tirishga munosabat bo'lsin, mayli ota bolalar o'tirishga munosabat bo'lsin, hammasi hojat, manfaat ustiga quruladi. Bu kishilik munosabatning eng muhim asoslaridan birisi. Ikkinchisi, kishilik munosabat hurmat ustiga quruladi. Hurmat bo'lmagan yerda sog'lom kishilik munosabat bo'lmaydi. Mayli u kishilik munosabat ayollik munosabat bo'lsin, ota bolalik munosabat bo'lsin, qanday munosabat bo'lsin, hurmat bo'lmaydi ekan, u kishilik munosabat sog'lom bo'lmagan bir kishilik munosabat bo'ladi. Endi shu hurmat masalasida biz xato tushunib qolgan bir masala bor deb qarayman. Qanday desa, biz hurmatni qanday desa o'zini ifodalamaslik va yoki o'zini tuvan tutish, o'zini tuvan ko'rish, boshqalarni yuqori ko'tarishni hurmat deb tushunib olgan ahvollar bor. Masalan, kichik chog'imizni tortib ota-onamiz uyga mehmon kelsin deydi. Voy jim turinglar. Shunday-ku. Xo'sh. Adabsiz bo'lmagan normal holatda bolalarning o'zining erkin turishi mehmonlarning oldida va yoki o'zining kichikligiga xos holati gap qilishi, mehmonlardan savol so'rashi, bu hurmatsizlik emas. Xo'sh. Biz hurmatni xato tushunib olgandan keyin bolalarimizni shunda mehmon bo'lsin, boshqalarni cho'ng ko'rsatgan, o'zining kichik ko'rsatadigan, o'zini izadigan mushul holatni hurmat deb tushunib qildik. Shunga esimizda bo'lishi kerak. O'zimizni tuvan ko'rib, boshqalarni ko'tirish yoki bir mehmonni ko'tirish bu hurmat emas. O'zini tuvan ko'rish bir xatarlik ahvol bu. O'zini tuvan ko'rish, boshqalarni o'rnidan yuqori ko'tarib o'tish bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam cheklagan bir ish bu. Chunki bu o'zini tuvan ko'rgan odam o'zining xarakterini yo'qotib qo'ydi. Xo'sh. Kishiligini yo'qotib qo'ydi. Ondan keyin uning prinsipiga zid holda bir gap deyilsimi, uni oldida sukut qiladi. Chunki o'zini tuvan ko'rdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nayt ochiq qilib, la yahqiranna ahadakum nafsahu deydi. Sizlarning biringlar hech qachon o'zini tuvan ko'rmasin deydi. Qaranglar Rasulullohningki bizningki shaxsiyatimizni qurishidagi ko'rsatmasiga. Xo'sh. O'zinglarni tuvan ko'rmanglar deydi Rasululloh. Ondan keyin bu o'zini tuvan ko'rishni tushundirib Rasululloh. Allohningki hurmatiga, Allohningki diniga zid holda bir gap qilindi, ondan keyin uni sukut qiladi deydi. O'zini tuvan ko'rganda. Demak, biz o'zimizni tuvan ko'rgan vaqtimizda yoki hurmat nomi bilan o'zimizni tuvan tushirgan vaqtimizda u odam ko'z oldimizda xato gapdan birini qilsa jim turamiz. Nima deymiz? Yo'qamni inkas qaytarmaysa deyilsin deymiz. Hurmat qildi deymiz. Amaliyotda bu hurmat emas. Rasululloh hadis degandek nima bu? O'zini tuvan ko'rish, o'zini tushirish bu hurmat emas. Shu hurmatni to'g'ri tushunish kerak. Hurmat degan nima degan vaqtimizda hurmat deganimiz qarshi tarafninki chek-chegaralarini qo'g'dash va yoki chek-chegaralarga kirmaslik, qarshi tarafning haq-huquqini berish, qarshi tarafni qadrlash hurmat bo'ladi. Masalan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni o'rnaklarimizga ko'rsatib qo'ygan. Bir kuni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zining cho'ng sahoba bilan o'ltirdi. O'ng tarafida Ibn Abbas radhiyallohu anhu bor edi, kichik sahoba hamdi. Rasulullohga suv keldi yoki bir ichimlik keldi. Rasululloh o'zi ichgandan keyin sunnati bo'yicha o'ng qo'ldagi kichik sahoba berish kerak. Xo'sh. Sol tarafida Qurayshning cho'nglari bor, cho'ng sahobalar bor hamdi. O kichik bola. Rasululloh suni olib kichik bolaga in avintali a'taytu haula. Agar ruxsat qilsang, men cho'nglarga beraman. Ruxsat qilamsa deb ruxsat so'radi Rasululloh. Xo'sh. Ma hurmat. Haq kichik bolaninki. Kichik bolaning haqqiga hurmat qilib Rasululloh gap qilmay, "Cho'ngga ma, siz ma cho'nglarga hurmat qiljuma" demasdan, ruxsat qilsang cho'nglarga beraman dedi. O'ylab qolgan bo'lsak, masjidlarga masalan, baldurib berib, kichik bolalar birinchi sap turib olsa, "Ma cho'nglarga urin biringlar, ma ustozlarga hurmat qilinglar" deb kichik bolalarni biz keyinga o'tkazib o'tadi masjidlarda qaraydigan bo'lsak. Xo'sh. Cho'nglarga, ilm ahlilariga, imom xonimga hurmat qildik deydi. Bu amaliyot hurmat emas, bu izziklik. Ya'ni bu o'zini tuvan ko'rish, kichik bolalarni o'zini tuvan ko'radigan bir xil xarakter yetildirib qo'yadigan bir ish bu. Agar birinchi sapda o'ltirishga loyiq bo'lsa, baldur kelish kerak. Agar u keyin kelganlarni oldiga chiqmoqchi bo'lsa, kim kelsin, kichik bolalardan birinchi sapda o'ltirgan bolalardan, "Bolalar, cho'nglar keldi, ruxsat qilamsizlar" deb qilish. Bu orqali bolalar o'zini qadrlik his qiladi, o'zini qadrlash tuyg'usini yetildiradi bolalar. Xo'sh. Unda qilmay, cho'nglar o'rin biringlar deb kichik bolani keyinga chiqarib o'tamiz. Ya'ni hurmat qilmaymiz. U bolalarning o'zining kishiligi tuvan, xarakteri ojiz, shunday bolalar yetiladi. Amaliyotda biz buni hurmat deymiz. Bu hurmat emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ruxsat so'radi o'sha Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dedi, "Men Rasulullohdan oshqon suni ichishdan iborat bu nasibamni hargiz qo'ldan bermayman" deb Rasulullohning qo'ldan suni elib ichdi. Bermadi cho'nglarga. O'zining haqqini qo'ydi dedi. Ko'z oldimizga tasavvur qilib boqali. Bizga hamda kichik bolalardan bunda o'zini qadrlash, ularga hurmat qilish degan narsa bek oz.
biz kichik bolalarga hurmat qilmasin bo'ldi deb qaraymiz. Bu sebepten bolalarımızda bir xil xaraktersizlik var. Emniyette buna ait hata bir iş. Eğer şu işni aramızda bir kichik bola qilsin deymiz, mesela matarap çoğunlar var, bolalar ma çoğunlarga biri ma'qul demsiz dese, yo'q desin deymiz. Edepsizken, hürmetsizken deymiz. Evet, hürmetsiz özünün hakkını aldı o. Demek bu hürmet meselesi biz onda düşünüp algandek emas. Kişilik münasebette hürmet muhim dedik. Hem de kişilik münasebette başkalar münasebet kurgan vaktimizde özümüzü tüven düşürüp etip, karşı tarafını yukarı götürüp etip, hürmet kıldım desek, bu vaqtda biz xatalashimiz, shundaqla o'zimizning xarakterini yo'qotib qo'yamiz. Shundaqla u odam bilan bo'lgan munosabatda ba'zi bir islomga zid, o'zimizning prinsipiga zid gaplar deyilsa, sukut qilishga majbur bo'lamiz. Va bu sukutni biz nima deb ataymiz? Hurmat deb ataymiz. Amaliyotda buni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zini tushirish, o'zini tuvan ko'rish deb atagan. Hurmat, yana takrorlaymiz, shu esda bo'lish kerakki, qarshi tarafning haq huquqini e'tirof qilish, chek chegaralarini açmaslık, çek-çekiralarga o'tmaslik, shundaqla qarashlarni qadrlash bu hurmat bo'ladi. Hurmat qilish dedingiz, unda da hurmat qilish bilan boshqalarga ehtirom qilishning buning farqi bormi? Hamda hurmat umumiyroq bir so'z, ehtirom hamda buni inchikligan vaqtimizda ko'p hollarda bir taraflama bo'ladi. Masalan, bizningki ustozlarga bo'lgan hurmatni biz ehtirom deb ataymiz. Ya'ni bunda ustozlarga hurmat qilishimiz kerak. Ustozlarning hurmat qilishini kutmasdan. Xo'sh. Ota-onamizga ehtirom qilishimiz kerak. Ya'ni ularning bizni hurmatlashini kutmasdan. Albatta, ularni hurmat qilish kerak o'z loyiqida, lekin ehtirom mana shu ustozlarga, bizga ilm o'rgatgan ustozlarga va undan boshqa ota-onamizga bo'ladi. Hamda kishilik munosabatning asoslarining 3-chisi bo'lsa, o'sha ishonch. Ishonch kishilik munosabatdagi eng muhim nuqtalarning birisi. Masalan, biz bir odam bilan kishilik munosabat qursak, hojat ustiga qo'yamiz dastlabida. Ondan keyin hurmat orqali bu kishilik munosabat taraqqiy qiladi. Ondan keyin ishonch bosqichiga keladi. Ishonch bosqichidan o'tgan kishilik munosabat haqiqiy puxta kişilik münasebet hesaplanады. Mesela şuna biz bir dostumuz bilen mesela bir iş qilmoqchi olsak, ticaret qilmoqchi olsak, hamkorlashib bir iş qilmoqchi olsak, bu shu nuqtaga diqqat qilishimiz kerak. Ishonch bosqichidan o'tdikmi, o'tmadikmi? Agar ishonch bosqichidan o'tgan bo'lsak, undan keyin uni bilan tijorat bo'lamdi masalan, hamma ishni qilsak bo'ladi. Ishonch ustiga qurilgan kishilik munosabatga ba'zi bir davolg'ushlar kelib qolsa-mu, osonlikcha terilmaydi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayotda qarab baqadigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilen Hazreti Ayşe'ninki münasebeti bir işenç üstüge kurulganda, yani işenç baskıçıdan ötken. Bu sebepten şu töhmet vakasına okşaş acayip ağır vakalar kesimi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ınki bu münasebeti qanday qilmadi? Terbilmedi. İşenç duygusu bir iş qarash tarafga. Shundaqla ishonchlik bo'lish bu nihoyat bir muhim masala kishilik munosabatdagi. Xo'sh. To'rtinchisi shu kishilik munosabatning asoslaridan hissdoshlik, ya'ni qarshi tarafning hissiyotini tushunish va qarshi tarafning hissiyotini tushunib turib bir harakat qilish. Bu nihoyat bir muhim masala. Biz qarshi tarafning hissiyotini tushunmay turib, mayli u ayol kishi bo'lsin, mayli bir do'stlar orasidagi bir munosabat bo'lsin, bir ish harakat ilib berilmagan vaqtimizda bu munosabat buzib ketish ehtimoli nihoyat yuqori bo'ladi. Ayollik munosabat haqida ko'proq bir misol keltirib baxsak, masalan, Rasululloh hayotida qarasak, Rasululloh shu başkalarınınki hissiyatına nihoyat diqqat qiladi Rasululloh. Masalan, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ayşe'ge, ya Ayşe, sizinki qachon mendan rozi, mendan xushal, qachondan mendan xushal olmaydigan vaqtingiz men bilib qolaman degan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Hazreti Ayşe qanday bilib qolay Rasululloh degan vaqtda, siz mendan rozi bo'lgan vaqtingizda Muhammadning Robbi bilan qasam deb qasam qilasiz. Mendan xafa bo'lib qolgan vaqtingizda İbrahimning Robbi bilan deb qasam qilasiz degan. Demak, bu yerda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin işletken her bir sözüge dikkat qilish orqali Hazreti Ayşe'ninki hissiyatini tushunishga tirishgan. Xo'sh. Bunga o'xshash misollar nihoyat ko'p. Qarshi tarafning hissiyatini tushunish bu kishilik munosabatda nihoyat muhim o'rin turadi. Bu shu ayollik munosabatda muhim o'rin turadi. Ayollik munosabatda eng ko'p chiqadigan masala shu o'zaro empatiya qurmaslik, ya'ni bir-birimizning hissiyatini, tuyg'usini tushunmaslik, o'zini qarshi tarafning o'rniga qo'yib tushunmaslik masalasi. Shundaqla qarshi tarafning xarakterini tushunmaslik masalasi shu ayollar o'rtasidagi masalaninki kelib chiqishining eng ko'p sabablaridan birisi deb qarayman. Chunki bir er kishi ayol kishining xarakterini, uning hissiyatini tushunib turib muomala qilgan vaqtida ayol kishini qilg'izolmaydigan ish yo'q deb o'ylayman. Shundaqla bir ayol kishi er kishininki hissiyatini tushunib turib muomala qilsa, erini qilg'izolmaydigan ish bo'lmaydi. Masalan, ayol kishi degan qanday desa, ayol kishininki hissiyatchan keladi. Va shundaqla so'z ishlatishda biroz tuzkurani so'z ishlatadi ayollar. Masalan, qanday desa, bir kiyim olmoqchi bo'lsa nima deydi? Va keygudek kiyim qolmabdi deydi. Amaliyotda keygudek kiyim qolmoqlikmi?
Unda emas. Onun bir yağlıq ağısı var, yoki bir köynek ağısı var. Xo'sh. Shundaq tuz kurani söz ishlatadi. Masalan, ballarga bir narsa almoqchi bo'lsa, baldan kegida hech narsa qolmabdi deydi. Uyga un lozim bo'lsa deydi. Uyda yeydigan narsa qolmabdi deydi. Shundaq qiliq. Tuz kurani söz ishlatadi. Shundaqla irdan qapab qolsa, sizdan faqat yaxshilik ko'mdim jumuman deydi. Buni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisi deb qo'yganda, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom men do'zaxning ko'pisi ayollardan ko'rdim degan. Nima uchun degan. Bunisi ayollar sahobalar musahabi so'g'an. Chunki sizlar takfurni, ya'ni tuz kurani, shu inkar qilsizlar, ironlarning qilgan yaxshilik inkar qilsizlar. Bu ayollarning tabiati hamdi. Ayollarning tabiati deb ayollar buni o'zgartirish kerak. Xo'sh. Tabiatim deb bunda qo'yib qo'ysa olmaydi. Ammo ayollar buni ayollarning tabiati ekanligini tushunishimiz kerak. Shunga ko'p hollarda masalan ayollar kegida kiyim qolmabdi degandan keyin uningga butun kiyimlarni elish kerak deganga o'xshash bir o'qim bizning kallamizga zingda tegdi-da. Bu vaqtda bu bizga besimib keladi. Ammo shu yerdan azroq masalalar kelib chiqishga boshlaydi. Ayollarning aylarning xarakterini, mijozini tushunsa, aylarning unchalik ko'ngli kishilarning eg'izidan chiqolmaydiganligini, ammo ko'ngli bildiganligini his qilsa, ayollarning nurg'un masalalardan saqlanib qolishi, shundaqla eriga nurg'un ishlarni qilg'uzalishi mumkin. Masalan, erlarga ba'zi ishlarni cho'ngidan kichikiltib, mana shaklda bildirsa, buni aytib muhim rol o'ynaydi deyman er-ayollik munosabatniki saqlanib o'tishi uchun. Inshaalloh bir er-ayollarning o'tirishga saqlanib o'tish uchun ayrim bir podkast qilishimiz mumkin. Mana munosabati deb qo'ygan bo'ldik. Undan boshqa kishilik munosabatdagi eng muhim omillarning yana birisi nima desam, o'sha afuvchanlik hamda. Bunga gap ketmaydi, uni hammamiz bilamiz. Bizning xatoligimiz bo'lgandek qarashlarning xatolik va bizning yaxshi ko'rmaydigan ishimiz bo'lgandek qarashlarning yaxshi ko'rmaydigan ishi va meli er-ayollik munosabat bo'lsin, meli do'stlar orasidagi munosabat bo'lsin. Bir oz kang qo'ysak, shu afuvchanlik bo'lmaydi ekan, bir odam kishilik munosabatni qurolmaydi. Shunga bek titiz deymiz ya, bek bir narsaga inchik qaraydigan, yomon zil qaraydigan, hech qanday bir o'ngsizlikni qabul qilolmaydigan, xatolikni qabul qilolmaydigan o'lchimi bek yuqori odam ko'p hollarda yolg'iz yashaydi. Shunga shu afuvchanlik, qarshi tarafni o'zimizga o'xshash bir inson sifatida kurash kishilik munosabatning nihoyatda bir muhim. Allohning birisi. Undan boshqa shu kishilik munosabat eng muhim ishlarning birisi. Kishilik munosabatni tangpong ilib menish nihoyatda muhim. Kishilik munosabatda muvozanatni saqlamasdan, qarshi tarafninki ba'zi bir o'sak bo'lmaydigan chegaralarga o'tib ketgandan keyin va yoki ba'zi yerda eshirsak va ba'zi yerda qilishga tegishli ishni qilmasak kishilik munosabatda bu kishilik munosabat yana davom qilmaydi, saqlanmaydi. Masalan, ba'zi bak eshirsak kishilik munosabatda bu taraqqiy qilib qilib shu bog'lanib qilishga ilib berishi mumkin. Xo'sh. Ya'ni birovniki birovga bog'lanib qilishi. Bu er-ayol o'tirishdan bo'lmaydi. Erlar o'tirishdan bo'ladi, do'stlik munosabatdan bo'ladi, er-ayollik munosabatdan bo'ladi. Şu an kishilik munosabatda tangpong. Mayli aloqada bo'lsin, mayli ilm birimda bo'lsin. Hammasida tangpong ilib berish bu nihoyatda muhim. Kishilik munosabatning turiga qarab tangpong ilib boramiz masalan. Masalan, bir do'stimiz bilan bo'lgan munosabat bilan qarindishimiz bilan bo'lgan munosabat o'xshamaydi. Xo'sh. Er-ayollik o'tirishga munosabat bilan sirtki xudim qo'shnilar o'tirishga munosabat o'xshamaydi. Hammasini tangpong o'zaydi deb bilishimiz kerak. Sağlam kishilik munosabatning asoslari haqida to'xtalgan bo'ldingiz. Unda sağlam bo'lmagan kishilik munosabat qanday bo'ladi? Qaysi alomatlari bor buningki? Endi sog'lom bo'lmagan kishilik munosabatning bir qancha turlari bor, ammo eng xatarligi sog'lom bo'lmagan kishilik munosabatniki shu. Sog'lom kishilik munosabatniki tangponglikni yo'qotib, Xo'sh. bog'lanib qilishdan iborat shundaq bir munosabatga aylanib qilishi bu nihoyatda bir xatarlik, sog'lom bo'lmagan bir kishilik munosabat turi. Ya'ni birovning yana bir odamga bog'lanib qilishi. Bu er-ayol o'tirisida bo'ladi. Xo'sh. Er-ayol o'tirisida bo'lgan vaqtda buni ba'zilar men oshiq qoldim, ko'ydim deb ataydi masalan. Millat bu bir bog'lanib qilish. Ba'zi do'stlik munosabatda bo'ladi. Akuflik munosabatda bo'ladi bu. Boshqa ya'ni kishilik munosabatlardan bo'ladi. Ya'ni bir odamningki yana bir odamga hissiy va ruhiy va moddiy jihatdagi ehtiyojlarini qamdash yo'lida haddidan ziyod uningga bog'lanib qilishi mana bu shu kishilik munosabatga saqlanib bo'lmagan bog'lanib qilish deb ataladi hamda. Buning xatarlik tarafini nima degan vaqtimizda bu bog'lanib qolgan munosabatda bog'lanib qolgan odam asosan o'zini yo'qotadi. Xo'sh. O'zininki kimligini yo'qotadi, orzu istaklarini yo'qotadi. Shu bog'lanib qolgan odam ergishib ham yashaydi. Texim bir xatarlik tarafi o qaysi desa bu bog'lanib qolgan odam texim cho'nqurlab ketgan vaqtida hatto agar bog'lanilgan shaxs xato bir hayot yo'lini tanlab qolgan bo'lsa, bog'lanib qolguvchi bu bog'lanib qilishdan ajinmay xato yo'lda mengishqimi jur'at qilib qilishi mumkin. Xo'sh. Bog'lanib qolgandan keyin mangman deb. Yana bir buningki xatarlik tarafi qaysi desa, bu bog'lanib qilish ko'p hollarda buning
oxirisi nihoyatda bir xil nafrat, o'ch, adovat bilan oxirlashadi. Xo'sh. Nima ish qilsanglar, bog'lanib qilish degan gap. Sizning menga bir xil bog'lanib qolganga o'xshash yoki sizlar menga bog'lanib qolgan bo'lsanglar, sizlar menga eslib qolgan odamga o'xshaysizlar. Men eslib olgan odamga o'xshaysizlar yoki. Xo'sh. Bu bog'lanish oxirlashgandan keyin masalani quyvatsam masalan, sizlar yiqirsizlar. Yiqilgandan keyin sizlar bir ayranlar og'riydi. Shu og'rish, shu azobni sizlar mendan ko'rasizlar. Bu sababli o'tirisida adovat paydo bo'ladi. Xo'sh. Demak, bu bog'lanib qilish nihoyatda bir xatarlik, bizni hidoyat yo'lidan chiqarib o'tishi mumkin. Albatta bizning kimligimiz, bizning orzu istaklarimizni yo'qotadi. Hatto bog'lanib qolgan odam, bog'lang'uvchi odamdan bir xil qisos oldigan. Shunday holatni keltirib chiqaradigan xatarlik taraflar bor buningki. Undaqda birovga yoki bir kishiga bog'lanib qolganligimizni qanday bila olamiz? Odatda bir odam yana bir odamga bog'lanib qolgan bo'lsa, u qashida bo'lmasa odam davomli shuni xiyol qiladi, shuni eslaydi. Xiyoli ashundan ketmaydi. Xo'sh. Qishga kelgan vaqtda butun xiyol ashunga markazlashadi. Xo'sh. Nima ish qildi, qanday gap qildi deganga o'xshaydi. Va shundaqla uni o'zining ham qilib olishni o'ylaydi. Masalan deydi, bir odam bir ayolga yoki o'zining ayoliga bog'lanib qolgan bo'lsa, u odam ayolninki boshqa bir ayol do'stlarini olishidan kunlaydi. Hatto ota-onasining uyiga ko'p berishi, ota-onasidan kunlaydi. O'zining ham qilib olishni. Shunday xohlaydi hamda. Demak, bog'lanib qolishniki 3 xil alomat bor. Birisi yo'q vaqtda eslash, bu vaqtda xiyoli unga markazlashish, shundaqla uni faqat o'zining qilib olish. Inson nima uchun boshqalarga bog'lanib qoladi? Ma'lum hojat tufaylidimi yoki? Endi bog'lanishning eng tubki omil nima desa, sababi nima desa, odamda o'zining qimmatsiz his qilgan vaqtda va yoki bir odamda qadrsizlanish tuyg'usi bo'lib qolsa, va yoki bir odam bir xil sevgisiz cho'ngib qolgan bo'lsa, mehr muhabbatsiz cho'ngib qolgan bo'lsa, bu odam ko'p hollarda birovga bog'lanib qoladi. Va yoki oiladan yetarli mehr olmagan bo'lsa, bir odam kichik vaqtida yana bir odamga bog'lanib qoladi. Ya'ni bog'langan odam orqali o'zini to'liqlashga va o'zini mukammal his qilishga tirishadi hamda. Yana birisi bir odamda o'ziga bo'lgan ishonch tuvan bo'lib qolsa, undan keyin bu odam yana biriga bog'lanib qoladi. Ya'ni o'zini bir mustaqil ish qila olmaydigan shaklda ko'radi. Undan keyin yana bir odamga bog'lanib qoladi, tayinib oladi. Bu yerda bog'lanib qolgan bir kishilik munosabat o'tirib chiqadi. Boshqalarga bog'lanib qilishning xatiri qaysi? Bir odamga bog'lanib qolgan vaqtida buning xatarlik tarafi birinchidan asli qalb bir odamning Allohga bog'lanishi kerak. Xo'sh. Eng cho'ng orzusiki Allohning rozilik bo'lishi bir musulmonninki. Ammo bir odam bir shaxsga qalb bog'langan vaqtda Alloh saqlasin bu odam bog'lanib qolgan odam bir xato yo'l olmansimi, shuning bilan bilimiga ishqi to'g'ri kelib qoladi. Shunda bir jasorat kelib qoladi. Hatto bir odam yana bir masalan bir ayol kishiga bog'langan bo'lsa, ko'p hollarda bu ayol o'tirisida bo'ladi. U ayol kishi xeli bir xato ishlarni qilgan bo'lsa-mu, bu odam o shunimi meyl deb bog'lanib qolganligi tufayli, ya'ni shunday yashashga rozi bo'ldi. Xolos bitgan vaqtda eng cho'ng xatiri bog'lanib qolish shu odamni hidoyat to'g'ri yo'ldanmi chetlatkizib o'tadi. Ikkinchisi, bog'lanib qolgan odam o'zininki kimligini, orzu istaklarini yo'qotadi. Shu bog'lanib qolgan odamning orzusi bo'yicha yashash yo'lini tanlaydi. Uchinchisi, bog'lanib qolgan odamninki taraqqiyoti bo'lmaydi. Ya'ni o'zi taraqqiy qilinmaydi bu odam. Shu tayinib olgan, bog'lanib qolgan odam bilan birga hayot kechirsa, o'zini baxtli yoki o'zini bir xil bir ish qilgandek his qiladi, ammo o'zi yolg'iz qolgan vaqtda bo'lsa, o'zini bir baxtsiz, ya'ni bir er kishi ayol kishi bog'lanib qolgan bo'lsa, shu ayoldan boshqa bir ayoldan hargiz baxtli bo'ladiganligiga ishonmaydigan, shunday bir kayfiyatga kelib qoladi endi. Yana birisi bog'lanib qolgan odam, bog'langan odamdan boshqa kishilar bilan ancha bak ijtimoiy aloqa to'g'ri qurib ya'ni boshqalar bilan parvo qilmaydi. Ashunlar ham o'ssam deydigan bu shundoq holat kelib chiqadi. Eng xatarligi bunda bir bog'langan munosabat eng oxirisida ko'p hollarda buziladi. Ya'ni bu bog'lanib qolish keyniga chekinib do'stlik munosabatga va yoki bu bog'lanib qolish keyniga chekinib bir qadam chekinib ayollik sog'lom bo'lgan ayollik munosabatga qaytmaydi. Bu oxirisi buzilib o'ch adovat bilan nafrat bilan oxirlashadi. Ondan ko'p hollarda bu bog'lanib qolgan kishi oyilg'a vaqtda ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Va shundaqla u bog'lanib qolgan odamga nisbatan nafrat, o'ch adovat, shundaq ruhiy holatlar shakllanadi. Nihoyat xatarlik bir ahvol. Intayin bu kishilik munosabatning eng xatarligi deb qarasak bo'ladi. Buni ayollar tursi ko'proq bo'ladi. Ko'pincha erlar yoki o'g'illar buni oshiqlik deb ataydi. Amaliyotda bu intayin xatarlik. Shunga Ibn Qayyim Jawziy rahimahulloh deydi, "Man ta'allaqa bi g'ayrillah uqiba bihi" deydi. Qanday bir odam Allohdan boshqasiga bog'lanib qolsa, o shuning bilan jazolanadi deydi. Ya'ni bir odam bir ayol kishi bog'lanib qolgan bo'lsa, o'zining qalbini bir ayol kishi bog'lagan bo'lsa, Alloh taolo u odamni shu ayol kishi bilan jazolaydi deydi. Ya'ni shu qalbi bog'lanib qolgan ayol kishining eziyat yeydi. Shuning zarbasiga uchraydi deydi.
Şuna bu noktaya kelgan vaqtda estağfurullah deyishimiz kerak. Alloh saqlasin hammamizni. Undaqda bu bağlanıp qalish kesilidan qanday qutulamiz? Oldi bilan buniki nihoyatda bir cho'ng bir xatarlik bir kasallik ekanligini bilishimiz kerak. Bunun psixologik tarafi bor. Agar buni ig'ir darajaga berib qolganligini his qilgan bo'lsak, shundoq o'zimiz buni kasbiy odamlardan maslahat so'rashimiz kerak. Xo'sh. Davolanish kerak bu haqda. Undan boshqa bog'lanib qolishni ajrimoqchi bo'lgan odam, ya'ni ajrashni niyat qildi bog'lanib qolgan odamdan asta tadrijiy shaklda yiroqlashishi lozim. Shundaqla o'zi mustaqil yashashga, oddiy bo'lsin, kichik bo'lsin, mustaqil yashashga tirishishi lozim. Eng muhimi buning bir vaqt ketadigan ish ekanligini bilish lozim. Undan boshqa yangi kishilar bilan munosabat qurish lozim. Agar bu do'stlik munosabatiga bog'lanib qolish bo'lib qolsa, boshqa yangi do'stlar bilan do'stlashish lozim. RL o'tirisidagi bir bog'lanib qolish bo'lib qolsa, agar undan butunlay ayrilishni niyat qilgan yoki ayrilgan bo'lib qolsa, endi men uningsiz yashamayman, uningsiz men baxtsiz bo'lib ketmayman degan ideyadan yenib, uningsiz baxtli bo'la oladiganligi, uningsiz boshqa bir odam bilan yaxshi o'taydiganligi ishonishi va shuni qadam salishi lozim. Shundaqla eng muhimi bu bog'lanib qolishning bizningki ma hayotda dunyomiz va oxiratimizni vayron qiladigan bir ish ekanligini bilishimiz va shuning qarata harakat qilishimiz lozim. Undan boshqa o'zimizga bo'lgan ishni oshiradigan tajribalardan foydalanish lozim. Masalan, o'zimizni ifodalash, o'zimizni qabul qilish, o'zimizni qadrlashdan iborat. Mushu jihatda o'zimizni biroz mashqlantirib, mushati o'zimizni yetildirsak, o'zimizga bo'lgan ishni oshirsak, bog'lanib qilishdan ajrashda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Kishilik munosabat bizning dunyomizga ham oxiratimizga nihoyat bog'lanishlik bir masala ekan. To'g'ri. Bundaqda bu kishilik munosabatda biz inson bo'lgan ekanmiz, ba'zi bir surkilishlarga duch keldik ekanmiz. Bu surkilishlarga qanday muomala qilamiz? Endi shuni bilishimiz kerak. Kishilik munosabatga mohir bo'lishimiz kerak, kishilar bilan yaxshi munosabat qurishimiz kerak. Ammo hayotda shunda bir haqiqat borki, biz chuqum hamma odam bilan yaxshi o'tib bo'lolmaymiz. To'g'ri. Chuqum hayotda adovatlashib qilish, surkilishib qilish degan ishlar bo'ladi. Biz hargizmi boshqalarni adovatlashishga qadam solmaymiz, solmasligimiz kerak bir musulmon bo'lishimiz bilan. To'g'ri. Surkilishni saqlashimiz kerak. Adovatlashishni hargizmi tilmaymiz, ammo adovatlashishdan butunlay qochimiz deb turarsak, biz o'zimizning prinsipni yo'qotib qo'yamiz. Xo'sh. Chunki hech kim bilan adovatlashmaydigan odam prinsipsiz odam, maydonsiz odam. Xo'sh. Masalan, o'xshamagan ikki xil ko'z qarashdagi odamlar bilan normal munosabat quralgan odam qaysi xil ko'z qarashga tava? U bir prinsipsiz, u bir maydonsiz odam. Xo'sh. Shunga ba'zilar deydi-ku, agar sen hamma odam bilan chiqib o'talsang, sen bir munofiq deydi. Xo'sh. Shuning uchun biz boshqalar bilan adovatlashmaymiz. Chunki qancha ko'p adovatlashsa bir inson, uningki rahat yashaydigan doirasi kichiklab ketadi. Masalan, bir odam bir qancha 10 yoki 15 odam bilan adovat bo'lib qolsa, u odamning rahat yashaydigan doirasi to'g'on siri kichiklab ketadi. Chunki u odam to'yg'ib olsa, u adovatlashgan bir odamni ko'rsa yuragi siqiladi. To'yg'og'a sukamaydi, yig'irishga sukamaydi. Chunki u yerda yana bir adovatlashib qolgan odam bor. Shunday qilib o'zining rahat yashaydigan bir xil maydonini kichiklatib qo'ygan. Ammo men adovatlashmaydim deb qat'iy buni rad qilsa, bu hayot prinsipiga to'g'ri kelmaydi. Chunki وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Yani har qanday bir payg'ambarning dushmani bor ya. Xo'sh. Har qanday bir odamningki yaxshi ko'rmaydigan odam bor. Uni yomon ko'radigan odam bor. Ham biz ba'zi bir prinsiplar va maydonlar bor. Biz o'sha prinsipdan voz kechmaymiz. Bu sababli boshqalardan adovatlashib qolishimiz mumkin. Biz prinsipli bir inson. Adovatsiz inson prinsipiz inson. Ikkinchi bir nuqta hamda hayotda kishilik munosabatda ba'zi bir surkilishlar va yoki bir qarshi taraf bizga bir yaxshi bo'lmagan salbiy bir muomala qilsa, qanday qilamiz? Qur'on Karim bu haqda bizga nihoyat go'zal ko'rsatmalarni bergan. Kishilik munosabatda bir odam bizga yomonlik qilib qilsa, biz tunji qatim odamga yaxshilik qilamiz. Bu yaxshilikni o'zimizni tuvan ko'rganligimiz uchun emas, asla. Va yoki o'zimizni izib berish uchun emas, asla. Bir odam bizga yomonlik qilgan bo'lsa, u odamga yaxshilik qilish orqali u odamni yomonlik qilganiga pushaymon qildiramiz, tövbe qildiramiz. Agar bir odam sog'lom tabiatli bir inson bo'lsa, menga yomonlik qilgan bo'lsa, men u odamga yaxshilik qilsam, u odam darhol xijil bo'ladi, tövbe qiladi, kechirim so'raydi va yoki undan keyin unda qilmaydi, diqqat qiladi. Xo'sh. Qur'on Karim shunga tunji qatim bizga bir odam bizga yomonlik qilsa, u odamga yaxshilik qilishga buyruq. Idfa billati hi ahsan deydi Alloh taolo. Ya'ni
yaxshilik bilan sen dafi qil, mudofiya qil o'zing deydi. Fa izallazi baynaka va baynahu adavatun ka'annahu waliyyun hamim deydi. Agar shunda qilsang, sen bilan sening o'tiranda adovat ba odam xuddi sana yaqin do'stingdek bo'lib qoladi deydi. Masalan, bir adovatimiz bor odamimizga yomonlik qildi deydi. U odamning tabiati sog'lom, odamlar bo'lib qolsa, yaxshilik qilgan vaqtda u odam darhol pushaymon qiladi. Hey, men xato tushunib qolibman, ma'ni deb u bizga yaxshilik qiladi, biz yaxshilik qilamiz, shunday qilib adovatimiz bor odam bizanki Qur'on karimdagi yaxshi bir odamga aylanadi. Amaliyotda bu bak tas ish bu. Xo'sh. Yomonlik qildi dedik masalan, bizniki haq-huquqimizga daxl qildi, bizning yuz obro'yimizga daxl qildi, bizni tilladi, tuhmat qildi bizga, yomonlik qildi. Mushundaq vaqtda o'zimizning adolatini yo'qotmay, yana biz u odamga yaxshilik qilsak, agar u odam insofli odam bo'lsa, darhol do'st tarafimizga o'tadi. Ammo yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish bu Qur'on karimda isbotlangan büyük nesibi İslam kılaydigan ish. Allah Taala Qur'on Karimda bu haqda "Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru." Buni savrchan kishilar buni qila oladi deydi. Xo'sh. Yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish, shu savrchan degan sifatga ega odamni qila oladigan ish. "Wa ma yulaqaha illa zu hazn azim." Uni faqat shu büyük nesibi egasi qila oladi deydi. Endi bir odam menga yomonlik qildi, men unga yaxshilik qildim. O odam yani yomonlikni qiladi. Xo'sh. Bu adamdan tabiat saqlanmadı emas. Qana qilamiz? O adamdan yiroqlashimiz. Yiroqlashimiz, qalbimizdagi darajasini tushirib o'tamiz. Bizning har odam bilan ap o'tish, chayliq o'tish, do'stlashish vazifamiz yo'q. Biz yaxshi o'talaydigan, o'zining qadr-qimmatini qiladigan, kishining qadr-qimmatini qiladigan mahil shakldagi insonlar bilan yaxshi o'tsak bo'ladi biz. Şoňa hem de hayatda sürükleşten adavatdan saqlanğılı olmaydı. Biz adavatni çılmaymiz, adavatni çaqırmaymiz. Amma adavatni çılmaymiz dep özümüzün prinsipini çeylense, onun sükut qılmaymiz. Hamma adam bilen prinsipimizni payxan qıp turup yaxşı ötəş vazifemiz yo'q. Bizge bir adam yomonlik qilsa, bizni tushunmasdan, biz odamga yaxshilik qilamiz. Agar bizning yaxshiligimizni tushunmay, yana yomonlikni davom qilaversa, o adam bilan biz yiroqlashamiz, darajasini tushirib o'tamiz qalbimizdan, chek-chegaramizni ayiramiz. Shundaq şu özümüz tushunishaydigan odam bilan yashaymiz. Xo'sh. Ammo asla va asla ular ko'lgan o'rg'a tushmaymiz. Xo'sh. Ya'ni ular bizga yomonlik qildi, biz yaxshilik qildik, yana yomonlik qilavergan bo'lsa, ular bilan yiroqlashib, aralashmaymiz, o'zimizning ishini qilamiz, ammo ular bizga yomonlik qildi deb bir musulmonga yarashmaydigan shaklda, o'zimizning axloqiga uyg'un kelmaydigan shaklda ularga yomonlik qilmaymiz. Xo'sh. Agar uning qilgan yomonligi bizningki ustimizga bizga ziyon olib keladigan shaklda bo'lib qolsa, uni mudofaa qilamiz albatta. Ammo ular qildi ekan, ular qilsa bo'ldi ekan, biz qilsak bo'lmamdi ekan deb noto'g'ri usullar bilan, garchi qarshi taraf noto'g'ri usul qo'llangan bo'lsa-mu, biz noto'g'ri usullar bilan asla va asla u xatolarga tushmaymiz. Bu vaqtda bizningki ana shular bilan hech qanday farqimiz qolmaydi. Shu RL o'tirisidagi munosabatda ko'z yumish bilan, qarindoshlar o'tirisidagi munosabatda fazli ihson bilan, dushman o'tirisidagi munosabatda adolat bilan muomala qilib yashaymiz. Xo'sh. Adovatimiz bor odam bilan demakchi, demiş. Adovatimiz bor odam bilan qilgan muomalada o'zimizning adolatni yo'qotmaslik bu nihoyatda bir muhim masala. Qur'on Karimda shu Allohdan "Va la yajrimannakum shana'ana qawmin ala alla ta'dilu." Sizlarningki bir qavmni yomon ko'rganliginglar ularga odillik qilmaslikka elib bormasin deydi Alloh taolo bu oyatda. Ya'ni bizga yomonlik qildi. Endi bizga yomonlik qilgandan keyin biz o'zimizning adolatini yo'qotib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Oxirida kishilik munosabat, kuchlik xarakter haqida oxirgi so'zingiz bilan suhbatimizni oyoqlashtiramiz. Hamda biz ish qismida shu kishilik munosabat va kuchli xarakter haqida to'xtalgan bo'ldik. Qarindoshlarga tavsiyalarim shu kuchli xarakterni yetildirish, ya'ni sog'lom xarakterni yetildirish bir musulmon uchun nihoyat muhim bugungi kunimizda. Shundaqla sog'lom kishilik munosabat olib berish uchun nihoyat muhim. Endi jamiyatimizda qaraydigan bo'lsak, nurg'unlagan ko'nglimizda yerim qildigan ishlar bor. Kishilar orasidagi samimiyatsizlik, birsimizga bo'lgan o'ri qo'llash deymiz. Mush ishlar bizni kishilik munosabatdan chekinishga undaydi, lekin bu kishilik munosabat bizningki hayotimiz uchun nihoyat muhim, musulmon bo'lishimiz uchun nihoyat muhim. Bu kishilik munosabat hayotlikning bir oksigeni, endi havo bulg'angan ekan deb tinmay yashag'ila olmaydi. Shunga o'xshagan kishilar aldamchi bo'lib ketibdi, samimiyatsiz bo'lib ketibdi deb kishilarni aralashmay yashag'ila olmaydi. Shunga har bir odamni o'z darajasiga qo'yib, o'zimizni tushirmasdan, o'zimizni ko'tarmasdan, o'z o'rnimizni qo'yib, o'zimizning kishilarga o'xshash bir hurmatli inson ekanligini esimizdan chiqarmasdan, kishilar bilan yana shu munosabat qurishga tirishimiz kerak. Har bir odamni o'z ismi, numerasi bilan. O'zimizning bir numerasi bor. Numerini cho'ng bermasligimiz kerak o'zimizga.
Kichik bir o'tmasligimiz kerak. Qarshi tarafda shunda cho'ng bir o'tmasligimiz kerak. Kichik bir o'tmasligimiz kerak. Eng muhimi bir musulmon jamiyatdan keyniga chekinib ayrim yashamaydi. Jamiyat ichida yashaydi. Mana shunday ishlar bizni tarbiyalaydi. Bizga nurg'ulg'an tajriba savoq beradi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom al-mu'minu allazi yukhalitu an-nas va yasbiru ala adahum afdalu min al-mu'min allazi la yukhalitu an-nas va la yasbiru ala adahum deydi. Ya'ni musulmonlarga aralashib, ularning aziyatiga sabr qilgan mu'min, ularga aralashmay, ularning aziyatiga sabr qilmagan mu'mindan yaxshi deydi. Xo'sh. Shuning uchun biz kishilik munosabatga yana ahamiyat berishimiz kerak, yana uni himoya qilishimiz kerak. Kishilik munosabatni yaxshi qildigan bu ishlarni qilishimiz kerak. Chunki kishilik munosabatning o'zida bizni savob qilishtirgan nurg'ulg'an ishlar bor. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qarindishining yuzi qarab bir tabassum qilganing sadiqa dedi. Buning uchun kishilik munosabat lozim. Kishilarga yaxshi axloqimizni yetkazish, bilginimizni yetkazish, bu ishlarning hammasi kishilik munosabatni talab qiladi. Kishilik munosabat bugungi kunimizda kundan kunga ojizlab ketyapti. Kishilar hammasi shu shaxsiy turmush bilan kupoyinish, o'zimizga yetamiz degandek, hammasi o'zining oilasi bilan shunday bir holat kelib chiqyapti. Shunga kishilik munosabatga hammamiz ahamiyat bersak, chunki bir jamiyat shu kishilardan taraqqiyot topadi. Kishilik munosabatimiz yaxshi bo'lsa, jamiyatimiz yaxshi, sog'lom bo'ladi. Kishilik munosabatga hammamiz ahamiyat bersak, kishilik munosabatda o'zimizni ham yaxshilashga tirishsak degan tavsiyalarim bor. Alloh razı olsun.